Va nihoyat yangi o'sha qishloqqa ham yetib keldim. Bu yerda 1-2 kun mazza qilib dam olaman. Ataga ob-havo juda ham zo'r ekan, lekin bu yerdagi qishloqlar futbol o'ynashni bilarmikan? Meni tanirmikan bilmadim. Bu yerda avvalo uy topishim kerak. Qayerdadir yashayman-u, 2-3 kun yashashim kerak. Xullas birorta bu yerda o'yinchi bordir, yaxshisi izlab ko'rishim kerak. Xo'sh, mana bu yerda izlab ko'raman, ketdim. Tak bo'ldi yetadi. Mana shuni o'zi yetadi. Endi buni to'xtaylar. YouTube'ga yuklash esimdan chiqibdi-ku. Tak, yuklaymiz. Bu 2 gigabaytmi? Menimcha internetim yo'q-ku. Mayli, telefonimda megabayt o'tkazishim kerak. Tochka tarqataman telefondan. Okey, bo'ldi, endi yuklansa kerak. Bunaqangi zo'r video albatta kamida 50 ming, 60 ming prosmotr qilish kerak, lekin bilmadim nimagadir obunachilarim videolarimni oxirigacha kuzatmayapti. Balki oxiri qiziq bo'lmayotgandir. Bular nima ish qilyapti? Qator bo'lib turib polzimni kuzatyapti ekan. Hozir bularni adabini beraman, ko'rasizlar. Polzimni shuni chiqib yig'ishtirib olaman. Ular meni polzimni keyin ko'ra olmay qoladi. Yaxshisi tezroq olishim kerak. Eshik taqilyaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum, Jo'qa, qandaysan, yaxshimisan? Messimisan? Messiman. Faqat sendan katta emas, sizlar iltimos. Messi sizmisiz? Gabio Messi muxlisisizman. Juda ham zo'r, mazza. Короче, senga bitta ish bor. Pullik, soqqalik, yur, ish aytaman senga. Yo, menga pul kerak emas. Siz pul bermasangiz ham men sizga yordam beraman. Davay, unda yur, yordam ber. Bo'ldi, yordam beraman. Nima yordam kerak? Ke ortimdan, mayli unda pul bo'lmasa ham senga biror nima berarman. Men qaysidir non tashadi. Yo'q, menda non bor endi. Bu yerda och qolmayman. Aytganingizda o'zim sizga non emas, go'sht berardim. Endi berib yuborishdi-yu. Короче, meni mashinam. Dahshat mashinangiz bor ekan. Xullas, menga uy kerak. Bu yerda 1-2 kun yashamoqchiman. Faqat uy to'p usulida bo'lishi kerak. To'p usulida? Shunaqa. Agar normal uy qursang, o'zimni shaxsiy to'pimni sovg'a qilib ketaman. Seriozna. Uni auksionga qo'yib qimmat naqd sotsang bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Addushi bilatan. Qayerdan quray? Farqi yo'q, mashinani ham o'sha joyga borib qo'y. Men janob mer yonida bo'laman. Bo'pti. Mayli. Yo, Messini o'zimi? Yo, fake'mi? Bilmadim. Menimcha o'zi bo'lsa kerak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'qa. Sizlar meni yangi video roligimda albatta kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosib oxirigacha kuzatinglar. Men esa janob Messi uchun uy quraman. Wow, Messining mashinasi takoy-ku. Men uy qayerdan uy qursam ekan? O'zimni uyimda oldidan qursam, menga qo'shni bo'lsa, mazza har kun futbol o'ynaymiz, keyin o'zimni shaxsiy to'pimni beraman dedi eshitdinglar. Lekin har kun futbol o'ynay olmaymiz, chunki u 1-2 kunda ketaman qaytib dedi-ku. Yomon, juda yomon. Voy, kartoshkani kim tushirib qo'ydi bu yerga? Menga qara, hojitel. Menga qara. Voy, menga qara. Qarab tur. Mana kartoshka seniga bilaman. Nimaga tashab isrof qilyapsan? Menga kerak emas. Yo, basharangga oyog'i. Menga qarada, san birovning uyiga so'ramasdan kirganing uchun basharangga oyog'im tugul, qo'limni ham qo'yaman. Chiq, uyimdan chiqib ket. Hozir o'ldirib qo'yaman. Yo, bu chiqadinga o'xshamayapti. Yaxshisi, polni yig'ishtirib olay, o'zidan o'zi chiqib ketadi. Mayli, men kartoshkani o'zimga qo'yaman. Aytgancha, ketmonim o'zimda turgan ekan-ku. Tak, ana endi polni shaq yig'ishtiraman. Kira olmading. Ajab bo'lsin, xo'p bo'lsin. O'shanchim birovning uyiga kirmas kerak. Qoch chiqib ket. Молодец, to'xta, eshik yopay. Seni ota bobong qilmagan ishni qilyapsan, lekin bor-ku. Mayli, so'kmayman, seni urmayman, so'kmayman, indamayman. O'zing chiqib ket, bo'lmasa turya qol. Tushundingmi? Chiqsa kerak. Qaranglar, o'sha bu yerda polizda hech narsa qolmadi-ku. Ular qarab o'tiradigan darajada. Mana bir ikkita kartoshka tushib ketibdi ekan, olamiz. Voy, bitta chirik kartoshka bor ekan, juda ham yomon. Tezroq yig'ishtirib olsam, borib janob Messi uy qurishni boshlayman. Juda ham zo'r futbolchi, menga yoqadi, juda ham muxlisman. Ronaldoning muxlisman, ikkalasining muxlisman. Menda unaqangi odam ajrash degan narsa yo'q. Misol, kimdir Ronaldoni o'zini, kimdir Messini o'zini muxlisi. Yo'q, menda unaqa emas. Men ikkalasini ham birdaniga muxlisiman. Ikkalasining ham o'yini zo'r. Yana o'zbek futbolchilaridan ham ko'pini muxlisiman. Sizlarchi, qaysi birini muxlisinglar? Kommentariy yozib qoldiringlarchi. Ronaldo yoki Messi. Men uchun ikkalasi ham. Keyin komanda bo'lishlar, bilasizlarmi? Real yoki Barsa. Menga Barselona yoqadi. O'yinchidan bo'lsa, ikkovi ham yoqaveradi. Chiq, hozir qurolimni olib chiqsam, neajdelnik kartoshkalar o'tyapti. To'xtanglar. Men hozir bularni o'ldirib qutulmasam, juda qutulayotganga o'xshamayman. Tak, hozir chirik kartoshkani men oldim. Chirik kartoshkani tashib ketaman. Tak, mana uchalasi kerak bizga. Janob Messi uchun uy qurishimiz kerak. Tak, janob merdan pul olaymikan? Pulni qayerdan olsam bo'ladi? Zakaz qilish kerak narsalar. Balki shunchaki tekinga zakazchi Messi uchun olib keldirib berar, bilmadim. Hozir aytib ko'raman.
Qochib turinglar. Tak, zakazchikka aytaman, bratanga iltimos Messi uchun edi deyman. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Sizda tayyor uy uchun bloklar yo'qmi? Yo'q, mana uni hayda iltimos. O, Zaynabello qilib sizni ham. Qoch, chiq, eshikka chiqib ket, yaramas. Короче, qishlog'imizga eshitdingizmi? Messi kelgan. Yo'q, Messi keldimi? Dam tursan. Messi kelganini eshitdim. Damtur deyapti-ku, damtur. Brata, menga qarang, men bilan gaplashing iltimos. Xullas, o'shanga uy qurishim kerak, bir ikkita narsalar kerak, berib turing. Mayli, tekinga beraman. Messini muxlisiman men. Ha, bo'ldi. Bormi shu yerda hozir? Mana o'zi kakras o'shanaqa Messini dididagi narsalarim bor edi. Rahmat, brat, addushi borizga shukr, lekin bo'pti, mayli, men o'zi bor uy qurib boshlashim kerak. Mayli, omadingni bersin, Jo'xa. Mayli, sizga ham kattakon rahmat, braton. Vo, mana shunaqangi saxiy insonlar ko'paysa juda ham mazza bo'lardi, bilasizlarmi? Tak, ana endi tak, qochib tur hamang. Tak, ana endi qayerda uy qurib boshlaymiz janob Messiga? Voy, chiqib ketibdi. Yaxshi, bulardan o'zi qanday qutulishni bilmay turdim. Mana shu yerdan oq qora qilib qurishni boshlaymiz. Ya'ni to'p qanday rangda bilasizlarmi? Bitta oq, bitta qora, bitta oq, bitta qora, bitta oq va bitta qora. Oho, shashka donasida bo'lib qolar ekan u atak normal, lekin juda ham ko'p vaqt ketar ekan. Ammo mana qilib ketsak-chi, mashnaqa qilsak, mana endi qolgan joylari qora bo'lmaydi-da. Atak bu yerga oq bo'lgan ekan, bu yoq qora, 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 yana bu yerda qora. Endi mana bu yer oq, tak, bu yer qora, bu yer oq, bu yer oq va bu yer oq. Bu yer qora ekan, mana bu yer qora, bu yer qora. Mana o'xshadimi? Jigarlar, kommentariy yozinglar chiqani o'xshagan bo'lsa o'xshadi deb. Tak, ana endi bitta oq bu yerga, bitta qora ustiga. Mana shunaqa qilib chiqamiz. Tak, bitta oq, bitta qora, bitta oq. Namcha qiyin ish, lekin bu juda qiyin ish. Ko'ryapsizlarmi? Bittalab ranglarga e'tibor qaratib qurib chiqish kerak. Bu juda ham qiyin ish, juda ham qiyin ish. Qora, oq va bu tomonga ham tak, qora va oq. Juda ham chiroyli, juda ham takoy chiqyapti. Oq. Tak, endi bu yerlarga qora. Tak, bu yerga ham qora, bu yerga qora, bu yerga. To'pga o'xshayaptimi yo'qmi? Kommentariy yozinglar chiqani. Menimcha o'xshayapti. Juda ham neobichniy uy bo'ladi. Atak, eshik qayerdadir qo'yish kerak. Voy, tushib ketdim. Eshikka joy qoldirmabmiz-ku. Mana shu yerdan eshikka joy qoldiramiz. Mana shu yerda eshik qilamiz. Tak, bu yerga oq, bu yerga ham oq. Yaxshi. Endi tak, qorani olib turib, voy, oq qolib ketibdi mana burchakda. Okey. Endi ustiga qora. Tak, bu yerga oq, bu yerga oq, bu yerga qora. Bundan keyingisi oq. Mana bu yerga bitta oq qolib ketibdi. Buni ustiga qora. Okey. Buni ustiga oq, bu tomoniga esa qora, oq, qora. Bu tomonga esa oq ekan. Oq qo'yamiz va oq qora juda ham qiyin bo'lib ketyapti, to'g'risini aytsam, juda ham qiyin. Mana bir xil bo'lib qoldi bir ikkita joy. Endi iloji yo'q, shunaqa qilib chiqishimiz kerak. Oq to'g'ri kelar ekan, kakras. Bu yerga qora, tak, bu yer oq. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Bundan chiroylisi o'zi vahsh chiroyli bo'lib ketadi. Endi ustini yopishimiz kerak bir amallab. Ustini ham shunaqa oq qora qilib chiqish kerak ekan. Bir xil rang qilsam bo'lmasmikan? Yo'q, ustini ham oq qora qilishimiz kerak, chunki bir xil bo'lishi kerak. Tak, birinchi oq qo'yilgan joylar qora joy qo'yilgan joylar oq qilib chiqsak, atak keyin ustini yopish problema bo'lmaydi. Voy, qanday chiqaman tepaga endi? Tak, 1 2 1 mana shunaqa zina qilib qo'yaylik-da. Okey, bu yerga qora, tak, bu yerga ham qora. Yana voy, obbo, shu tushib ketish yo'qmayapti. Vo, tayi qolib ketibdi-ku mana bu yer. Ha, nari tomoni shunaqa qilinganmi? Yo'q, nari tomon bunaqa emas, lekin mayli, hozir buni bu yeri qora, tak, bu yeri oq, qora, oq, qora. Mana takoy. Bunaqa zo'r uyda menimcha to'p bundan zo'r to'pni o'zi menimcha chiqadi, hech kim ko'rmagan. Tak, qora, tak, yana bu yeram qora. Hozir Messidan to'p olaman. Короче, videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Messi o'zining shaxsiy to'pini bermoqchi ekan menga. Juda ham xursand bo'lardim agar janob Messi menga to'pini berganda. Wow, dahshat bo'lardi. Tak, endi qoralarni oq yonidan qo'yib chiqamiz. Mana bunaqa qilib bu yerga va oldimga bitta qo'yishim kerak ekan. Mayli, bu yerni hozir buzib tushamiz pastga. Olamiz. Всё takoy. Bu yerga bitta. Menimcha endi qolganiga oq qo'yib chiqamiz. Bu yerga bitta oq, bu yerga bitta oq, bu yerga oq, bu yerga oq, bu yerga va o'rtaga bitta qora qo'yamiz. Mana bundan zo'r uyni menimcha hech kim ko'rmagan bu atrofda. Ichini endi narsalarni qo'yib chiqamiz. Bitta kravat bor ekan, biratanda oq qora kravat. Juda ham ajoyib. Meni o'zimning kravatim ham xuddi shunaqa. Bu yerga bu stulchak, bitta stulchak ekan. Mayli, bitta bo'lsa ham zato o'tirib, bu yerda notebook bo'lsa notebook ishlatib o'tiradi. Bu yerga bitta, bundan bitta,
bunaqangi shkafam bor ekan. Juda ham takoy uy bo'ldi. Eshik kerak. Bizga endi eshik topishimiz kerak qayerdandir. Hozir borib ana zakaz beradigan bratandan eshik olib kelaman. Bu narsalarni esa hozir sandig'imga joylab qo'yaman. Eshigi bo'lsa kerak bratandi, yo'qmikan eshigi? Hozir so'rab ko'ramiz. Eshigi menimcha bo'lsa kerak. Eshik bo'lsa zo'r bo'lardi. Oq qora eshik bo'lsa, ayniqsa yoki oppoq eshikmi? Zina ham kerak ekan. Ketdim borib hozir bratandan so'rab kelaman hammasini. Keyin olib kelib o'rnataman. Bratanda eshik bo'lsin-da nima bo'lsa ham, agar eshigi bo'lmayotgan bo'lsa dabdala bo'lardi-da. Olib keltirgan bo'lishi ham mumkin. Assalomu alaykum brat, yana bir bor. Va alaykum. Jo'xa jetelardan zo'rg'a qutuldim lekin boru. Ha, to'g'ri, men ham qutuldim. Eshik kerak ekan, eshik esimdan chiqqan ekan. Ha, eshik bor edi, qoldirib ketgan ekansan. Yo'q-e? Bo'ldi, ko'rmagan ekan. Mayli, rahmat brat. Mayli, arzimaydi. Aha, bo'pti, mayli. Tak, eshik bergan ekan rostdan ham bratan. Mayli, hozir borib bu narsalar joylashtiraman. Aytgancha zina yo'q. Obbo, zina. Bir amallab toshdan bo'lsa ham zina qilib beraman. Messi bratga hozir Messi bratdan to'p olaman. Короче, hozir yoniga boraman Messi bratdan eshitib qo'yaylik-da. Men ochib qo'yamiz. Jitelar kirib bo'lmasa bo'lgani. Tak, Messi bratdan anavni oldiga aydi. Janob Merda oldiga aydi. Shu yerdan topamiz Messi bratanda. Tak, menimcha shu yerda bo'lishi kerak. Tak. Assalomu alaykum, janob mer. Men seni uyini qurdingmi? Qurdingmi Jo'xa, ketdi. To'xtang, ketdim, mayli yuring ko'rsataman. Qayerdan qurding? Meni uyimni oldiga yuring shu yoqqa. Davay, qani qayerda qurgansan? Ana ko'ryapsizmi? Dahshat quribsan-ku, takoy chiqibdi, gabi yo'q, menga yo'qdi. O'zimga ham yo'qdi. Qarang, ichilarini qarang. Dahshat to'pga o'xshabdi o'zi ham rostdan ham. Cho'tki quribsan, mana men senga to'pimni beraman. Siz futbol o'ynardingiz-ku? Futbol to'pim qolib ketibdi, basketbol to'pim bo'ladi-yu senga, to'g'rimi? Mayli, bo'ladi, rahmat shunisiga ham. Dushi bratan. Bo'ldi. Unda men hozir janob mer bilan suhbatlashayotgandim. Suhbatim tugatsa kelib uyda damimni olaman. Rahmat Jo'xa, senga katta. Mayli, sizga ham rahmat to'p berganingiz uchun. Atak basketbol to'p. Mayli, nechiva uyda ishini ko'raylik yana bir bor. Короче, zo'r chiqibdimi? Sizlar baholanglar kommentariyaga. Rostdan ham to'pga o'xshaganmi? To'pga rostdan o'xshagani qaranglar, rostakasim to'pga o'xshagan. Atak shaxmat donalariga o'xshab yotibdi, lekin menga o'zimga juda ham yo'qdi. Вообще, 4 burchak. Endi to'p dumaloq bo'ladi, to'g'ri, lekin Minecraftda dumaloq qilib bo'lmaydi-da. Buni o'zingizlar ham mendan yaxshi bilasizlar. Tak, endi bu to'p bilan o'ynasam bo'ladi. Yo'q, qayerda o'ynayman? Uyda ichida o'ynayman, uyimning ichidagi. Agar notebookumga tegsa sinadi. Yaxshisi tinchgina 2-qavatga ham 3-qavatda zo'r joy bor. O'yna bor, lekin sinib ketsa-chi. Mana shu yerda o'ynayman karoshdagi. Tak, qanaqa narsa o'ynasam ekan-a?